Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Mo'yitiylar jamiyati. Avtori Ömercan Sidiq. Maqsud Mo'yti. Davomi. Uning bu xil jasorati shu zamonlarda olg'a intilguchi ziyolilarning bir ulgisi edi. Bo'libmi Abduxoliq Uyg'ur o'zining ataganlik quyoshdek jo'sh urib turgan yoshlik bahorida hammalar jihatdan Maqsud Mo'ytini ulga qiladi. Shuningdek, Maqsud Mo'yti ham Abduxoliq Uyg'urning zehniy qobiliyati, talanti va bilim iqtidoriga oliy ehtirom bildirib, uni har jihatdan o'ziga bak yaqin tutadi. Yosh jihatda kichik bo'lsa-mu, birodarchilik qiladi. Bo'libmi, shoirning she'riyatdagi iqtidoriga yuqori baho beradi. Umuman bu ikkisining o'rtasida cho'nqur muhabbat va yaqin do'stlik mavjud edi. Bular Ostoniga qarab ketayotmoqda. Shamoldek yenik va siyliq ketayotgan otlarning ustida ular o'zlarini go'yo yelkanda ketayotgandek ko'ngillik his qiladi. Atrofdagi dal-daraxtlar, poyonsiz uzunga so'zilgan ziroatlar, mevalik bog'lar, umuman bosh kuz kunlarining kamolatga yetgan go'zal manzarasi huzur baxsh qiladi. Bog'ning shimoliy tarafida uzunga bo'ylab ketgan go'yo oftobda kuyib qizg'uch oydek ko'rinadigan yolqin tog'ning janubiy etkida xuddi rangdor chiltakka o'xshash naqshlangan sirkib, tuyuq, lukjun, qarag'o'ja, ostonalardan iborat bo'stonliqda ketayotgandek va bu bo'stonliqlarning tarixiy madaniyatlarini aslab tasavvur qilganda go'yo bu qadimiy madaniyat sarayida ekskursiya qilayotgandek hissiyotlarga g'arq qiladi. Yo'l bo'yi parang qizg'in davom qilgan edi. Yalquntog', Idiqut, Ostona, Bezaklik, dedi Maqsudboy yiroqlarga nazar tashlab. Bu joylar bir zamonlarda madaniyatning koni edi. Dunyo madaniyat tarixidan qaraganda Yevropa bu joylardan jiq orqada turadi. Hozirchu bu joylar jiq orqada qoldi. Biz hozir jaholat, nodonlikda, xurofotlikda qetib qolgan bo'lsak, Yevropa va Osiyoning boshqa joylari taraqqiyotda jonlanib ko'p ilgarilab ketdi. Bu jaholat, bu xurofotlik bizni tushkunlashtirib, madaniyat tarixidagi o'z o'rnimizni xarob qilyapti. Bu bizning beshimizga tushgan zo'r ofat. Bu ofatdan qutulayli desak, buningga yo'l qo'yishmaydi. Qutulishning eng yavash yo'li ma'rifat bilan mangsak, buningga yo'l yo'q. Jaholat bilan istibdodliq o'zaro moslashdi. Hatto bir yoqidan bosh chiqardi. Biror sinfliq eng oddiy maktab qurib ish boshlagan bo'lsakmi, mutaassib qara kuchlar turli bo'htonlarni choplab, arz shikoyatlar qilishdi. Ularning shikoyatlari yurtimizni jaholatda, xalqimizni nodonlikda qoldirib, idora qilayotgan mustabid hukmronlarning siyosatiga dal keldi. Ochgan maktablarimizni xuddi gulni to'zdirgandek to'zdirib vayron qilyapti. Mening bu ishlarga xili ochiqim bor. Mustabid hokimiyatga, mutaassib qara kuchlarga g'azabim xili kuchlik. Men hozir bu mutaassib qara kuchlarga qarshi harakat qildim. Qani, sizlar biz ochgan maktablarni vayron qilgan bilan mening irodamni vayron qilolmaysizlar-ku, deganni qilib, mutaassiblarning so'rinlariga atayin yalang'och boraman. Bu mening amaliyatim bilan qara kuchlarga qarshi jang qilganlikim. Qandoq qilgan ishim to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sizning bundoq qilganligingizga ba'zanlarning hijiyib turib jini chiqib ketar. Abduxoliq Uyg'ur kulib turib uning so'zini tasdiqladi. Albatta shundoq bo'ladi. Ba'zan mutaassiblarning qo'lidan kelsa, meni chaynab purkivatgisi keladi, dedi Maqsudboy pisand qilmagan qiyofatda kulib turib. Lekin amal yo'q, tishi o'tmaydi. Yuqorqilardan ko'rilishqa bo'ladiki, Maqsud Mo'yti shoir Abduxoliq Uyg'urning o'qish, o'rganishi, ideya jihatdan yetilishi qatorliq jihatlarda ulgi bo'lgan, yetakchilik, ustozlik rolini o'ynagan bo'lib, ayni zamonasining yutuq ziyolilaridan bo'lgan bu ikkilan maslakdosh, fikrdosh bo'lish sifati bilan nurg'un faoliyatlarda hayot mamotda birga bo'lgan. Maqsud Mo'yti yana
ayni davrdagi ijtimoiy o'zgarishlarga, Şinjan tarixiga ta'sir ko'rsatgan jamoat arbobi, aktiv tashkilotchi, taraqqiyparvar, yengillikparvar zot bo'lib, bu nuqtani Abdurahim O'tkir apandining O'yg'ongan zimin nomli kitobining birinchi qismidagi tuvandagi bayonlardan ko'rilishga bo'ladi. Miladiya 1928 yili yoz kunlarining biri. Çoğdek yelinjap turgan iyul quyoshi qiyomdan qayrilib pastga engishgan chog'. Urumchi shahrining janubiy qismidagi Nanliang mahallasiga joylashgan gulzorliq hovlining jigarrang sirlangan darvozasi oldida bir jup bo'z arg'amoq qo'shilgan ko'nroq bir povestga turardi. Arg'amoqlar pat-patla quyruqlarini shipanglatib qo'yatdi. Siriq saqiliga oq sanjilgan harvakash poveskada yonpashlagan peti o'yla temidan ko'chaga chiqib turgan qariyag'ach shoxlarining soyasida ugdab yotadi. Hovlining to'rt tarafidagi peshayvonliq uylardan birining havorang parda tortilgan derazalari ochiq turadi. Kitob ishkaflari, rasm xarita, ustal va yumshoq o'rindiqlar bilan bezalgan ana shu uyda kiyim-kechak va chiroy qiyofatlari bir-biridan keskin farqlanadigan uch kishi tamg'a esiqliq turgan aynak ramkaliq foto rasmga qarab qiziq paranglashib turadi. Ularning biri 50 yoshlar chamizidagi o'ttira bo'y, oqsiriq, sal dumchakrak kishi bo'lib, orqaga taralgan shalong sochlari uning peshonasini texmu keng ko'rsatib turadi. U o'ng qo'lida nefis sur kostyumning peshi bilan o'zini yelpib, so'l qo'lidagi tamaka trubkasi bilan oq sanchilgan qisqa burtini pat-patlat qashlab qo'yadi. Bu kishi shu kunlarda jamoatchilikka to'nilgan tunji Uyg'ur ziyolilaridan Pichanliq Toyirbek edi. Ikkinchisi qapqara qo'y ko'zlaridan tafakkur uchqunlari chaqnab turadigan bug'doy o'nglik, 40 necha yoshlar chamisidagi kang qo'lliq, xushbichim kishi bo'lib, uning sipta qilib yonga taralgan qunduzdek qara, qo'yiq sochlari o'ziga to'limi yarashgan edi. U qo'llarini navatarang cho'chuncha kostyumining yanchuqlariga silib, kulimsirab turardi. Bu kishi Shamay, Toshkent, Qozon, Moskva va Leningrad qatorliq shaharlarga savdo tijorat bilan nurg'un qatim berib ko'zi ichilgan va jamoat o'ttirsida ma'rifatparvarligi bilan dong chiqargan Turpan ostonalik Maqsud Mo'yti edi. Uchinchisi, ustiga qo'ltig'idan izimlangan uzun ko'kish tovar to'n, putiga qaramtul latxay kiygan o'ttira bo'y, chiroyi sidomaroq kelgan o'ruqroq kishi bo'lib, so'l qo'li bilan shalong burtini siylagan holda o'ng qo'lidagi yelpig'ich bilan o'zini yelpib turardi. Ko'rinishidan 50 yoshlardan oshgan bu kishining taqirlashib qolgan beshi o'ziga qaraganda sal cho'ngdek ko'rinadi. Bu kishi Urumchi viloyatining valisi, qo'shimcha Jiangjun yamulining harbiy va xorijiy ishlar mahkama boshlig'i Pan Yavnan edi. Pan Yavnan Manju xonligining oxirgi yillarida Yaponiyada qonunshunoslik bo'yicha oliy maktabni puturib kelgandan keyin Şinjandagi yerlik sud so'roqchilari kollegiyasining boshlig'i bo'lib tayinlangan. 1911 yilidagi Shinxay inqilobidan keyin ichkiriga qaytib ketib, 1918 yili Aqsuning valiyligiga tayinlanib, yana Şinjanga kelgan. Biroq Yang Zingshin uqumishliq kishilar oson gapga kirmaydi. Xavf-xatar shulardan keladi degan kona mantiqasi bo'yicha o'zining soyasidan urkib, uni Aqsuga mang'uzmay, Urumchida bir zaman tutib turgan va Beyjingdagi oyog'oqchilaridan Panyavnan atalmish ilg'or fikr iqimiga mansub xatarlik unsur ekan degan ma'lumotni olgandan keyin bir gumoni ming bo'lib, uni ko'zga yaqin tutib turish uchun Urumchining valiyligiga tayinlagan ham uning orqasiga o'nlagan quloqlarni xuddi soyidek agashtirib qo'ygan edi. Toyirbek shu hovlida bir necha ig'iz uyni ijaraga ilib o'ltiradi. U Pan Yavnanga Maqsud Mo'ytiningmi hozir Urumchida ekanligini aytganda, Pan Yavnan uni darhol chaqirib kelishni taklif qildi. Shundoq qilib, bu uchaylan choy-poy ichgach,
birər saatdan buyon paranglashib o'ltiratdi. Parang davomida Panyavnanning ko'zi tomdagi heliqi foto rasmga tushib qoldi. Bu rasm Shinxay inqilobi natijasida 1912 yili 1 yanvar kuni Jungo tarixida tunji qitim Cumhuriyet qurilib, Buyuk Rais Cumhur Dazongtung Lokqa saylangan Sun Jongshan apandining oz sonliq millatlar vakillari bilan tushgan xotira rasmi edi. Tayir Beg shu qitimqi Şinjan vakillar o'mgining boshlig'i bo'lib, rasmda Sun Jongshan apandining yanida o'ltiratdi. Panyavnan rasmga qarab mundoq dedi: Bu rasmni sizning uyingizda 3-qitim ko'ryapman. Har ko'rganimda yangi ta'sirotlarga cho'milib ketaman. Siz Sun Jongshan apandini Uyg'urlar ichidan tunji qitim ziyorat qilgan kishi, Sun Jongshan apandiningmi Uyg'urlar ichidan tunji qitim ko'rgan kishisi siz bo'lsangiz kerak. Shundoq emasmi? Shundoq, dedi Tayir-bek. Menmi bu rasmga har qitim qaraganimda Sun Jongshan apandini cho'nqur hurmat bilan eslayman. Ammo bizga bergan va'dalarining amalga oshmaganligiga qattiq ichinaman. To'g'ri aytasiz, dedi Panyavnan. Cumhuriyet programmasi bo'yicha oz sonliq millatlar rayonlarida yerlik muxtoriyatni amalga qo'yishga, iqtisodni taraqqiy qildirib, ma'rifni gullantirishga apandimizning umri yor bermadi. Meningcha, deb gapga qo'shildi Maqsud Mo'yitti. Yang Jangjundek kishilar hokimiyat beshida turadigan bo'lsa, Sun Jongshan apandi 100 yoshga kirgan taqdirdami, uning g'oyalarining amalga oshishi yo'q ish bo'lib qoladi. Chunki yo'lda yotgan tosh qachonla bo'lmasin harvanning mingishiga putlikashang bo'ladi. Uning xanzucha talaffuzni buzibroq aytgan bu gaplarini diqqat bilan anglab turgan Panyavnan xuddi biri uning ko'ngildagini tepib so'zlayotgandek birdilla hayajonlanib, "Nayt to'g'ri aytdingiz, deb Maqsud Mo'yitining do'lisiga qiqib qo'ydi. Ba'zilardan anglashimcha, dedi Tayir-bek sal qirqirgan ovoz bilan. Yang Jangjun, men Şinjanni Junhua Mingoning ayrilmas bir o'lkasi qilib saqlayapman. Agar men bo'lmasam ish chatoq, deb maqtanar emish. Xuddi u bo'lmasa bu yerni o'g'ri ilib qochadigandek. Nisbiy jihatdan bu balki to'g'ridir. Ammo Şinjanning Jangjuni bo'lgan odam bu vatan zaminini mahkam saqlamay, o'g'irlatib qo'ysa, u holda Yang Jangjun mustabid milliy tarixchilar bo'lib qolmay, vatan sotqich bo'lib qilishi kerakda, albatta. İnsan uchun buningdanmi yomon jinoyat yo'q. Panyavnan bu gaplarni anglab, texmu hayajonlanib ketdi va qaltis fikr, deb Tayir Begning qo'lini tutib, bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin tilining uchiga kelib qolgan gapni yutib o'tib, kitob ishkoplari tarafga burildi. Ishkoplar xanzucha, ruscha va Toshkent, Qozon, İstanbul matbuotlarida besilgan turli kitoblar bilan to'lgan edi. Dariza oldidagi uzunchoq ustalda Pravda, Qizil O'zbekiston va Tianjinda nashr qilinadigan Da Gongbao gazetlarining bir qism sonlari bilan birmuncha jurnallar yeyilib yotadi. Panyavnan kitob jurnallarni ko'zdan kechirib, o'ziga notanish tildagilarini bir qur surishtirdi va oxiri mundoq dedi: Sizning bu kutubxonangiz texmi buyib ketibdi. Bu uyda o'ltirib jahonning xili bir qismini ko'rgili bo'ladi ekan. Agar Şinjanda mushundoq kutubxonalar ko'payaversa, bu zaminning osmoni xuddi tong sho'lasi chichilgandek asta-asta yorishqa boshlaydi. U chog'da, deb kuldi Maqsud Mo'yitti, Yang Jangjundek shaparanglarga jahon torliq qilib, chashqan to'shki saroy bo'lib ko'rinar. Hammaylan kulishib ketdi. Bir ozdan keyin Panyavnan ketishga ruxsat so'radi. Tayir beglar uni darvozagacha uzitib chiqdi. Ha, aytmoqchi, Burhan apandi ko'rinmaydi-ku, dedi Panyavnan darvoza oldida to'xtab. Tayir beg uning Yang Jangjun topshirgan muhim bir ish bilan atiganda Turpanga mengishga yo'l tayyorligi qilayotganligini aytdi. Xayr xo'sh, dedi Panyavnan poviskiga chiqib o'tib. Ko'rishayli, men sizlarni Jangjun yomuliga chaqirtaman.
O'tganga pushaymon, bugunga qanoatlanmaslik, ertaga umid bu inson hayotiga doim hukmronlik qilib turadigan bir xil mantiqiy formula. Lekin insonning ertasiga odatda kutilmagan hodisalar hamroh bo'lib keladi. Shu sababdanmikin bugun shuncha uzun billa bo'lganligiga qaramay, Pan Yavnanning "Ata sizlarni chaqirtaman" degan gapi Tayir beglarni bir oz hayron qilib qo'ydi. Ularning ko'ngli bir nimani tuyg'andek tashvishlanishga boshladi. "Ata nimishqa chaqirtdikin?" dedi Tayir beg asta pichirlab. "Aytang-ay, hech nimani tushunmadim" deb beshini chayqadi Maqsud Mo'yti. Degandekla ertasi, ya'ni 7 iyul kuni Urumchida hech kutilmagan bir vaqa, Şinjan tarixidagi zo'r vaqa yuz berdi. Bu kuni Ruscha siyosiy qonun maktabi birinchi qaror o'quvchilarining o'qish bitirish murosimida harbiy ishlar nazoratining noziri, qo'shimcha tashqi ishlar mahkamasining boshlig'i Pan Yavnan, siyosiy qonun maktabining ilmiy mudiri Jang Chungshi qatorliqlar oldin qilingan o'rinlashtirish bo'yicha siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, Şinjanni 17 yil quvluq, shumliq bilan so'rab kelgan mustabid Yang Zangshinni etib tashladi. Dal mushu mezgilda Ruscha siyosiy qonun maktabining o'quvchisi Turpanliq Yunus Begmu Jingshurin tarafidan Pan Yavnanning yaqini deb qo'lga ilingan bo'lib, Maqsud Mo'yti Yunus Begni qutqizishda muhim rol o'ynagan. Maqsud Mo'yti oldi bilan nurg'un oltin sungutib, Yunusbekning hayotini saqlab qolgan. Ondan keyin Burhan Shaydiga maslahat berib, Jingshurin bilan ko'rishib, Yunusbekni qutuldirish planini o'ttirg'a qo'ygan. Burhan Shaydi mushu plan bo'yicha Yunusbekka kepil bo'lib, turmadan qutuldirib chiqqan. U turmadan chiqqandan keyin Maqsud Mo'yti Yunusbekni Urumchi No'g'ay masjid maktabidagi bir yuqori sinfqa xanzu tilidan dars berishga o'rinlashtirib qo'ygan. Qalam quvvati va nutq qobiliyati xanzucha saviyasi intayin yuqori bo'lgan Yunusbek 1933 yili Qashqarga vali bo'lgan. 1934 yili Urumchiga qaytib kelib, dehqonchilik, konchilik nazoratiga nozir bo'lgan. 1938 yili Şiڭsey tarafidan turmaga ilinib, turmada o'ltirilgan. Maqsud Mo'yti yana shu qitim Pan Yavnanning harbikishi Hasan Do'lan Jingshurin askarlari tarafidan qattiq qiyin qistoqqa ilinib, yerimjon holatga tushirib qo'yilganda, do'sti Sovet konsulxonasining doktori Petrovni ilib kelib, Hasan akani davolatgan. Hasan aka saqayolmay jon uzganda, uni Tayir qatorliqlar bilan beharligiga qo'ygan. Maqsud Mo'yti bilan ayni vaqtdagi Şinjan tarixiga zo'r ta'sir ko'rsatgan Burhan Shahidi, Tayir Bey, Haydar Apandi qatorliqlarning do'stligi nihoyatda cho'nqur bo'lib, ular Turpan, Urumchi, Rossiyalarda ko'p qitim uchrashib, fikrlashib, ko'plagan siyosiy faoliyatlarni billa tashkillab, inqilob safaridagi ayrılmaz meslektaşlarga aylangan. Burhan Şahidi 1894 yılı 3. oktyabrda Rusiyanın Qazan өлkəsi Tetiş nahiyəsinin Aqsu deb ataladigan Xilvat kentida tug'ilgan bo'lib, uning bovisi Qing sulolasining zulmidan qochib, Şinjanning Aqsu viloyatidan bu yerga ko'chib kelgan. Burhan Şahidi 1912 yılı Rusiyaning Shamay shahridagi Tatar Isaqbay aka-ukaning taklifi bilan ularning Urumchidagi Tianxin soda firmasida xizmat qilish uchun Şinjanga kelgan. 1914 yili Jungo tavalligiga o'tib, 1922 yili Urumchiga oilasini ko'chirib kelgan. 1929 yili 9-oyda Jingshurin Burhan Shahidni yo'l chingdash mashinasi setib olish uchun Germaniyaga avatgan. U Germaniyaga berib vazifani o'rindab bo'lgandan keyin imtihon berib Berlin universitetiga kirib o'qigan. 1933 yili 6-oyda Şiڭsey hukumati Burhan Shahidni shu chog'dagi vaziyati murakkab bo'lgan Oltayga tinchlantirish elchisi qilib avatgan. Keyin Jungo hukumatining Sovet ittifoqining Zaysanda turishliq konsuli bo'lgan. 1938 yili
Шинжаңға қайтырып келініп түрмеге ташланған. 1944 yılı 11 ayda turmadan boşap, Ürümçi vilayetining valisi, o'lkalik hukumatning muavin raisi, Kuomintang markaziy hukumatining hay'ati, Шинжаң o'lkasining raisi bo'lgan. 1949 yılı 9 ayda general Tausi Yu bilan birlikda telegramma yo'llab haqiqatga o'tgan. Шинжаң tinch yo'l bilan ozod bo'lgandan keyin yana o'lka raisligiga saylangan. İlgari axir bo'lib, o'lkalik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i, Jungo Kommunistik partiyasi Шинжаң sho'ba byurosining hay'at a'zosi, G'arbiy Shimol harbiy ma'muriy mahkamasining hay'ati, mamlakatlik siyosiy kengashning 2, 3, 5, 6 yig'ini mamlakatlik komitetining muavin raisi, Siyasi Kengeş Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Komitetining raisi, Jungo İslam Dini Cemiyetining mudiri, faxriy mudiri, 1, 2, 3 qatimliq Mamlakatlik Xalq Qurultiyi Milliy ishlar komitetining muavin mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan. U Sovet ittifoqida turgan va Germaniyada o'qiyotgan mezgillarida marksizm, leninizm nazariyasini o'rgangan. Sotsialistik аңға ega bo'lgan bo'lib, 1933 yılı Sovet ittifoqida inqilobiy tashkilotga qatnashgan. 1989 yılı 27 avgust kuni 95 yoshda olamdan o'tgan. Burhan Shaydi Maqsud Moiti bilan 1920 yillarda tanishgan bo'lib, ular Tayir Bek, Qashqarlik Kirim Hoji, Bayliq Ayub qatorliqlar Qalamtirash nomli maxfiy tashkilot qurgan. Bu Шинжаң yaqinqi zaman tarixidagi xili baldur qurilgan inqilobiy tashkilot bo'lib hisoblandi. Ular tashkilotning programmasida Шинжаңda qandaqdir bir mustaqil davlat qurishga qarshi turib, Шинжаңdagi har millat xalqi bilan ittifoqlashib, byurokrat siyosiyga qarshi turish, xiyonatchilikni yiltizdan qo'mirib tashlash, madaniyatni rivojlantirish, ma'rifni umumlashtirish, xalqni zulmatlik hukmronlikqa qarshi turish tarbiyasiga ega qilib, inqilobiy kuchlarni ko'plab yetishtirishni tashabbus qilgan. 1929 yılı Burhan Shaydi Moskvada tijorat ishi bilan chiqqan. Maqsud Moiti Tayir Beglar bilan uchrashib, marksizm, leninizmning milliy masalaga doir asarlarini o'qib, idea jihatda zo'r darajada olg'a bosgan. 1932 yılı 11 ayda Maqsud Moiti Moskvada turib, Pravda gazetidan Qumulda qo'zg'olon boshlanganligini bilgandan keyin darhol Urumchiga qaytib kelgan va Haydar sayroniga "Men turpanga tushib, qurolliq qo'zg'olon uyushtiraman. Men qurbon bo'lib ketsam, bolalarimni o'zinglarning bolalaridek ko'rib, holidan xabar olib qo'yinglar" deb turpanga tushib ketgan. Maqsud Moitining og'zidan soat chiqib ketgandek Turpandagi qo'zg'olonga boshchilik qilib, Lukchun Sibilida Shingsay askarlari bilan urushayotganda o'q tegib qurbon bo'lgan. Davomi bor.